Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv qo'llanmamizdan 64-bitdan davom ettiramiz. Iqro vaktub, o'qing va yozing. At-tullabu fil fasli. Talabalar sinfda. Man haula'il avladu ahum abnauka? Bu bolalar kim? Ular sening bolalaringmi, o'g'illaringmi? La hum abna'u akhi. Yo'q, ular akamning bolalari. Man haula'in nasu? Bu kishilar kim? Hum ummalun min Turkiya. Ular Turkiyadan savdogar, ummalun ishchilar. Ular Turkiyadan ishchilar. Ayna tujjaru? Savdogarlar qayerda? Zahabu ila suqi. Bozorga ketishdi. Man haula'ir rijalu? Bu kishilar kim? Hum duyufun. Bular mehmonlar. Al-fallahuna fil huquli va abna'uhum fil madrasati. Dehqonlar yerlarda, huqul deb ekin ekadigan dalalar yerlarda aytiladi. Ekin ekiladigan o'sha yerlarda va abna'uhum va ularning o'g'illari maktabda. Ayna tullabul jududu? Yangi talabalar qayerda? Ba'duhum fil fasli va ba'duhum indal mudiri. Ularning ba'zisi sinfda va ularning ba'zilari mudirning oldida. Amami tujjarun kibarun. Mening amaklarim katta savdogar. Haulai ikhwati. Bular mening akalarim. Ayna abnauka ya Aliyu? Sening bolalaring qayerda ey Ali? Hum fid dukkani. Ular do'konda. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. Katta talabalar, yoshi katta talabalar o'yingohda, kichik talabalar sinfda. Haula'il fityatu ikhwatun. Bu yigitlar aka-uka. Abuhum tajirun fi hadha suqi. Ularning otasi bu bozorda savdogar. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Bu kishilar mening qishlog'imdan savdogarlar, ya'ni qishlog'imdan kelgan savdogarlar. Ayna tullabul jududu akhraju? Yangi talabalar qayerda? Ular chiqib ketishdimi? Na'am, kharaju va zahabu ila al-maktabati. Chiqishdi va kutubxonaga ketishdi. Ahaula'il atibba'u mushtahiduna? Bu shifokorlar tirishqoq, faol, yaxshi shifokorlarmi? Mushtahid shifokorlarmi? Na'am, hum mushtahiduna. Ular yaxshi, faol, tirishqoq shifokorlar. Li abna'un sigharun. Meni kichik bolalarim bor. Ba'duhum fil madrasati ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati va ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Fil madrasatil mutawassitati. Xo'sh, ularning ba'zilari, demak meni kichik bolalarim bor, ularning ba'zilari boshlang'ich sinfda, boshlang'ich maktabda o'qishadi va ba'zilari yuqori, ya'ni o'rta sinflarda o'qishadi. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.